Zarifa oy, azizam Zarifa. Shoirning yuragidan diliga, ash'or va maktublarga ko'chgan shu birgina ism ming jilo bilan orolanardi. U hayot chog'ida shoiri, tog'i, qalqoni omon paytida Zarifa oy o'sha yagonasining muhabbati ardog'ida o'z baxti og'ushida masrur edi. Zarifa, sen jo'nagach bo'shashib uyga qaytdim. Kitobimni olib mutolaaga kirishdim. Faqat ishim juda unumsiz bordi. Zarifa, bu 4-xatim. Bu qadar oshiqib yozishimni ko'rgan o'rtoqlar ham yaqindagina ketdi-ku, nega buncha sog'inmasang deya kulishib qo'yadilar. Azizam Zarifa, tez-tez xat yoz. Ko'zlari cho'lpondek nozli sevgilim, bir qarash tashlading, men sevdim seni. Hayoling eslarkan qonaydi dilim, yolboray go'zalim, unutma meni. Daryolar singari ko'nglim jo'shqindi, bir toli sochingla bog'lanib qoldi. Ko'ksingda yotganim na go'zal kundi, ayriliq sinamga yong'inlar soldi. Ha, u buyuk adib Oybekning suyukli yori, mehribon rafiqasi, bir so'z bilan aytganda uning Zarifasi edi. Oybek Alloh bergan umrdan samarali foydalanib, shu qadar ko'p she'riy, nasriy va ilmiy asarlar yaratdiki, bu asarlarning qog'ozga tushib, kitobxonlar qo'liga yetib borishida sevimli rafiqasi Zarifa xonimning xizmatlari oz emas. Oybek va Zarifa xonim hayotining turli tuman voqealarga boy, eng sermazmun davri Toshkentning ishchilar shaharchasidagi Shinam xonadonda kechdi. Ular shu yerda baxt va saodat nashidasini, g'am va kulfatning achchiq tuzini totdilar. Hayotning turli sinovlarini sabr va bardosh bilan yengib o'tdilar. Zarifa Saidnosirova kim u? Atoqli shoir, adib va olim Oybekning ilhom parisimi? Yoki birinchi o'zbek rassom qizimi? Yoxud birinchi o'zbek kimyogar olimasimi? Yo Oybek asarlari, qo'l yozmalarini mehr bilan jamlab, ularni xalqqa yetkazishga, adib xotirasini e'zozlashga butun umrini bag'ishlagan dono va fidoyi insonmi? Zarifa Saidnosirova 1908-yili Turkiston shahrida yirik tadbirkor va ma'rifatparvar Said Nosir Mirjalilov oilasida dunyoga keldi. Oyim o'rta bo'yli, oppoq, nozik tabiat ham ipakdek muloyim, istarasi issiq xotin edi.
andishali, mayin tovushli, ko'ngli tiniq ayol edi. Dadam juda aqlli, yuragi toza, odamlarga mehribon bo'lgan. U eski maktabda pishiq ma'lumot olgan. O'qish yozishni yaxshi bilgan, zehni o'tkir, juda savodli inson bo'lgan. Yil emas, oy sayin o'sa boshlagan 5 nafar qizida o'quv yozuvga qiziqish paydo bo'lganini ko'rgan ota Turkistonda xususiy maktab ochadi. Poyezdda Qozonga borib, shu maktabda muallimlik qilish uchun mashhur tatar adibi Olimjon Ibrohimovni oilasi bilan olib keladi. Zarifa ham, uning singillari ham mazkur maktabda tahsil ola boshlaydilar. Maktabda ona tili, hisob, geografiya, tarix darslari o'qitilar. Butun darsliklar Orenburg va Qozondan keltirilar edi. Said Nosir Mirjalilov shu yillarda Toshkentga ko'chib borib, tadbirkorlik ishlarini yo'lga qo'ydi. U o'z xalqining ma'rifiy, madaniy va iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lish yo'lida faoliyat olib bordi. (1917-1918 yillar Zarifa otasiga xat yozib, Toshkentga o'qishga olib borishini so'raydi. Kichkina shaharda tug'ilgan Zarifa Toshkentga mislsiz his-hayajon, zo'r orzu va umidlar qanotida keladi. Ma'rifatparvar ota o'z qizini mashhur italyan pedagogi Pestalozzi nomidagi rus maktabiga o'qishga beradi. U Zarifaning har tomonlama mukammal inson bo'lishi uchun taniqli rassom Nikolay Razanovning tasviriy san'at studiyasida ta'lim olishini ham ta'minladi. Said Nosir Mirjalilov Munavvar qori, Fitrat, Behbudiy, Avaloniy singari ma'rifatparvar insonlar bilan ruhan yaqin bo'lgan. Cho'lpon, Botu, Shokir Sulaymon ham bu xonadonning yaqin kishilaridan edi. Cho'lpon Zarifa ishlagan palatnoni ko'rib hayratga tushgan. Aziz singlim, mening ko'nglim tentakdir. Shuning uchun butun umrim ertakdir, deb yozgan edi u. Zarifa yozgi ta'til kunlarida o'zi tug'ilib o'sgan Turkistonda qator tasviriy san'at namunalarini yaratdi. Ahmad Yassaviy maqbarasi asari ham uning ijodiga mansub. Said Nosir Mirjalilov Pestalozzi maktabida tahsil olayotgan, shuningdek musiqadan yaxshi xabardor qizining o'zbek tili va adabiyotini, tarixni ham puxta bilishi uchun uni Navoiy nomidagi ta'lim-tarbiya texnikumiga yetaklab borgan. Oybek bilan Zarifa shu yerda tanishishdi. Ular qalbidagi muhabbat nihollari shu yerda yaproq yozdi. Oybekning Zarifa ishqi bilan yo'g'rilgan o'nlab lirik she'rlari shu yerda dunyoga kelgan. Bir tola sochingmi, bo'ynimning bog'i. Temir zanjir kabi uza bilmaymen. Qonlarga bo'yalsin shoir yotog'i. Men bir kun xanjarla qalbni tilgaymen. Bu o'tli misralar Zarifani she'riyat olamiga yetaklaydi. Ko'rdim ko'zlaringni biriga darcha, men izlardim, derdim shu shoir. Ko'rmadim shunda qomating, yuzing, faqat ko'zlaring qoldi dilimda. Afsus, hayot faqat baxt va saodat oftobi chaqnab turgan kunlardangina iborat emas. Hayot bu kundalik ish, ezgu maqsad sari intilish va shu yo'lda uchragan to'siqlarni bartaraf etishdan iborat.
Bilim yurtini tugatgach Oybek O'rta Osiyo davlat universitetining ijtimoiy fakultetini, Zarifa xonim esa bir necha yildan so'ng shu universitetning kimyo fakultetini tugatdi. Ular nazdida musavvirlik havas va iste'dod, kimyogarlik esa kasb va ixtisoslik edi. Zarifa talabalik yillaridayoq opasi Zulfiya bilan birga maktab va texnikumlarda fizika, shuningdek kimyo fanlaridan dars bergan. Shu yillarda uning boshiga katta tashvish tushdi. Otasi Munavvar qori Abdurashidxonov rahbarligidagi Milliy Ittihod Aksal inqilobiy tashkilotining a'zosi sifatida qamoqqa olindi. Zarifa Zibaniso maktabida olgan maoshidan 3 so'mini yonida qoldirib, qolgan 30 so'mini har oy dadasiga yuborib turdi. Katta oila Zulfiyaning maoshi hisobiga kun kechira boshlaydi. Ma'rifatparvar ota o'lim lagerlarida, uning oilasi esa Toshkentda og'ir kunlarni boshidan kechirdi. Otamning qabridan bormikin bir is? So'zlangiz, so'zlangiz, so'zlangiz giyoh. O'tsam-da sizlarni bir oralab, bilurmanki mutlaq topmayman bir is. Shuning uchun ko'nglimda abadiy siyoh. Said Nosir Mirjalilov oqlangani haqidagi xabar uning vafotidan keyin oilasiga ma'lum bo'ldi. Oybek Zarifa xonim hayotining oxir damlarida uning yonida bo'ldi. Ularning muhabbat kemasi davrining barcha dolg'ali to'lqinlarini yengib o'tdi. Nihoyat hayot o'z maromida oqa boshladi. Zarifa xonim 1934-yilda hozir Agrar universiteti deb atalayotgan oliy o'quv yurtining kimyo kafedrasiga mudir etib tayinlandi. Shu lavozimda so'nggi nafasiga qadar xizmat qildi. Zarifa xonim minglab yuqori malakali qishloq xo'jalik xodimlarining yetishib chiqishiga salmoqli hissa qo'shdi. Huquq majburiyatini, mavjudlikni va talablarni Professor Zarifa Said Nosirova bo'lajak mutaxassislarga saboq berish bilan birga ilmiy izlanishlarni ham davom ettirdi. U ishchi fakultetlari va texnikum talabalari uchun 1933-yilda noorganik kimyo bo'yicha izohli ruscha-o'zbekcha lug'atni e'lon qildi. 60-70-yillarda analitik kimyo va boshqa darsliklarni nashrdan chiqardi. Talabalar noorganik va organik kimyo hamda umumiy kimyo bo'yicha darsliklarni uning tarjimasida o'qish imkoniga ega bo'ldilar. Olima ayni paytda mamlakatning mudofaa qudratini oshirishga yordam beradigan maxfiy mavzular ustida ham ish olib bordi. U boshlagan ishni bugun shogirdlar davom ettirmoqda. Elliginchi yillardagi qatag'on dahshatlari Oybekni ham chetlab o'tmadi. Boshiga yog'ilgan tuhmat toshlari
adibni to'shakband qilib qo'ydi. Tili so'zlash, qo'li yozish baxtidan ayrildi. Zarifa xonim Oybek hayotini va ijod qilish qobiliyatini saqlab qolish uchun nimalar qilmadi? Uni qayerlarga olib bormadi? Xalq tabobati, tibbiyot fanining kuchi, Zarifa xonimning sa'y harakati nihoyat adibni ijodga qaytardi. Olima xizmat vazifasini tugallagach, oqshom chog'i uyga yetib kelishi bilan Oybek ijodxonasiga yo'l olardi. Adibning ijod mahsuli bo'lgan daftarda emas, uning xotirasida saqlanib turgan she'rlarni qog'ozga tushirar edi. Shunday yo'l bilan akademik yozuvchining o'nlab she'r va dostonlari, maqolalari, qator qissa va romanlarini yozib oldi. Oybek ijodiy merosining kitobxonlar qo'liga yetib borishida Zarifa xonimning xizmatlari beqiyos. Bir 1968-yil 1-iyulda ulug' adib Oybek vafot etdi. Bu katta musibat Zarifa xonim baxtining chaman bo'lib ochilgan gullarini xazon qildi. Izlaymen yo'llardan izing, izlaymen zinada, ostonalarda, izlaymen suyunib boqqan ko'zlaring izlarin, gullaring yanoqlarida. Izlaymen har joyda, har on, izma iz borurmen, yeturmen qachon. Endi Oybek va Zarifa oilasining bunday ahil davralari xotiraga aylandi. Buyuk adib o'zidan ulkan ijodiy meros qoldirdi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Oybek asarlarining to'la ilmiy nashrini chiqaradigan bo'ldi. 10 yil mobaynida adibning 20 jildlik mukammal asarlar to'plamini nashrga tayyorlab, xalqqa yetkazishda Zarifa xonimning xizmatlari ham beqiyos. O'rta Osiyo madaniyati tarixida ilk bor amalga oshirilgan bu noyob nashr yuksak baholandi. Zarifa xonim Beruniy nomidagi O'zbekiston davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Bulutsiz samodir ko'zlaring, shaffof. Muhabbat kitobin o'qidim unda. Tanishdim, tatindim kunduz va tunda dunyoning sevinchin, farah, sururin. Ko'zlaringdan ichdim yulduzlar nurin. Oybekning rafiqasi sifatida Zarifa xonimning 3 orzusi bor edi. U adib merosini nashr etish ishlari boshlangan chog'da butun kuchini Oybek uy muzeyini tashkil etishga bag'ishladi. Uning sa'y harakati bilan adib tavalludining 80 yilligi nishonlangan kunlarda Oybek uy muzeyi ochildi. Zarifa xonimning 3-orzusi Oybekning mening xotiralar kitobini yozib, muxlislarga taqdim etish edi. Oybek 50 yoshga to'lgan kuni O'zbekiston xalq rassomi O'rol Tansiqboyev unga
O'lkada bahor deb nomlangan asarini hadya qilgan edi. Mashhur mo'yqalam ustasi Zarifa xonim bilan Razanov studiyasida san'at sirlaridan voqif bo'lgan. Danskboyev vafotidan so'ng uning rafiqasi rassom Malbertini Zarifa xonimga sovg'a qildi. Zarifa xonim umrining oxirida yana san'at ishqi bilan yonib, ko'nglida yig'ilib qolgan tuyg'u va o'ylarini bo'yoqlar vositasida ifodaladi. Umr oqar daryo deydilar. Har bir ota-onadan farzandlar, ulardan esa nevaralar dunyoga keladi. Insoniyat hayoti shu 3 olma qonuni asosida rivojlanib, takrorlanib boraveradi. Safarim qaridi safar. Hayot so'qmoqlari lim to'la xatar. Ko'p yillar gullarga to'la maysalar poyimda gilamdi. Tuydim nash'alar. Buyuk insonlar, buyuk taqdirlar. Ularning umr yo'llaridagi turli sinovlarga bardosh bergan metin irodasi, bir-birlarga bo'lgan mehr-muhabbati va sadoqati o'rnak bo'lishga arziguli go'zal qissadir. Bunyod etgan ijod namunalari esa bebaho meros. Oybek va Zarifa yaratgan mehr va muhabbat qo'shig'i xotiralarda mangu yashagay.